قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 12-chi darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsda sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun yana shu fe'l mudori. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda fe'l mudori'ni 14 turga turindiganligi va bu 14 turininki ishlatilish o'rni, qaratmaligi jihatlarda tushuntirish bergan. Endi sizlar birinchi qism kitobdan shu hozirga qadar o'rgangan barliq fe'l mudori mushkil shaklda turiladi. Mesela yezhabu, yeftahu, yeclisu, yel'abu, yektubu, yeşkuru, yezhabani, yel'abani, yeftahani, yezhabuna, yedhuluna, yedribuna, yaktuluna, yeşkuruna, tezhabu, taktulu, tel'abu, ta'rifu, teclisu, tezhabani, teclisani, teftahani, tedhulani, yezhabna, yadxulna, yaktubuna, yashkuruna deganga o'xshash fe'llarning hammasi mushu bir o'lcham, bir qilib, mushu xil o'lchamga silib, barliq fe'l mudori'ni mushu xil o'lchamda turlaymiz. Tazhabu, taftahu, tazhabani, taftahani, tazhabuna, taftahuna mesela ochishlar. Ta'rif mushuna o'xshash turinadi masalan. Ta'rifu bilisiz, ta'rifu tazhabina barisizsiz, ta'rifina bilisizsiz masalan. Ta'rifina tezhabani, ta'rafani, bilisizlar ikkinlar. Tezhabna barisizlar bo'lsa, ta'rafna bo'lsa, ta'rifna bo'lsa, bilisizlar ayollar. Ezhabu, a'rifu, ezhabu baraman bo'lsa, a'rifu biliman, ejlisu o'ltirman, arkabu miniman, nezhabu barimiz, naqtulu o'ltirimiz, nadribu urimiz, najlisu o'ltirimiz, naktubu yazimiz deganga o'xshash barliq fe'llarni mushkil o'lchamga solib turlaymiz. Endi ikkinchi qilib biz innini o'rgangan. Innini o'rgangan. Ya'ni innini harfi tavkid, ya'ni ta'kidlash harfi deb o'rgangan. Ya'ni inna jumlaning beshiga kirib, shu jumlaning ma'nosini kuchaytirdi. Masalan, Muhammad talibun desak, bu normal jumla. Muhammad o'quvchi degan gap. Endi inna Muhammadan talibun desak, Muhammad haqiqatan o'quvchi deb jumlaning mazmunini. Ya'ni Muhammadning o'quvchiga ishonmagan bir odamga Muhammad o'quvchi, ya'ni Rasululloh o'quvchi demoqchi bo'lsak, inna Muhammadan talibun deymiz. Ya'ni jumla mazmunini qanday qilish? Kuchaytirish uchun keladi degan. Xo'sh. Endi anni cho'sa, annini shu ma'noda o'rgangan. Ya'ni bu o'qishi qanday qiladi? Kuchaytirdi deb. Birisi inna, birisi anna. Unda bo'lsa, qanday yerda inni ishlatamiz, qanday yerda anni ishlatamiz. Xohlagan ishlasak bo'lamdi, buning o'lchami yo'qmi desa, bor. Buning qoidasi bor. Xo'sh, qanday yerda inni ishlatamiz deganda, birinchidan jumlaning 5ida ishlatmoqchi bo'lsak, inni ishlatamiz. Jumlaning nasida 5ida ishlatmoqchi bo'lsak. Ikkinchidan jumlaning o'rtaga kelib qoldi. Ammo 5ida qala degan fe'l, qala dedi, yaqulu deydi. Qala degan fe'l kelib qolgan bo'lsa, inni ishlatamiz. Uningdan boshqa holning hammasida anni ishlatamiz. Diqqat, jumlaning 5ida va qala degan fe'lninki keyinda kelib qolsa, inni ishlatamiz. Undan boshqa o'rinlarda anni ishlatamiz. Masalan, sami'tu annaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Uni doktorxonadagi eng yaxshi doktor deb angladim. Uni doktorxonadagi eng yaxshi doktor deb qana qildim, angladim. Unda bo'lsa, bu yerda nima uchun anna ishlatdik? Chunki bu yerda jumlaning o'tirisida keldi. Agar jumlaning 5ida kelgan bo'lsa, nima ishlatdik? Inni ishlatdik. Endi jumlaning o'tirida kelib, qala degan fe'ldan keyin kelib qolgan bo'lsa, nima ishlatdik? Inni ishlatdik. Masalan, yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Deydi ular, jazman o doktorxonadagi eng yaxshi doktor deb deydi deb. Qaranglar. Ular uni doktorxonadagi eng yaxshi doktor deydi degan majnunni qarasak, inna nima uchun qala? Qalaninki yaqulun xuddi yadhabun degan o'xshash qanday shakli ma u? Ko'plik shakli. Qanday? Ko'plik shakli. Mesela yaqulumu, yaqulu, yaqulani, yaquluna. Qarang, yaquluna deydi ular.
inna. Şuna ya qal degan fe'ldan keyin kelganlik uchun nima keldi? Inni keldi. Ya'ni qanday inni ketdi? Jumlaning 5ida. Innal Qur'ana kitabulloh. Haqiqatan Qur'on Allohning kitobi. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, inni o'qildi nima uchun? Jumlaning 5ida bo'lganligi uchun. Xo'sh, bugungi darsdagi yangi mazmun mana shu. Qolgan yana shu muhimi bugungi darsdagi fe'l mudori'ninki hamma xil shaklni sizlar pishiq o'rganishingiz kerak. Unda bo'lsa biz bugungi darsimizni boshlaylik. Oldilar yangi so'zlarni o'qitaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-kalimatul jadida yangi so'zlar. Davaun dora, adviya dorilar, vajibat topshiriq va majburiyat degan ma'nosi bor. Topshiriq, majburiyat. Jarun qo'shna, jiron qo'shnilar, tilmizun shogird, talamiza shogirdlar, tilmizatun ayol shogirda, qiz shogird. Shundaqla tilmizning yana o'quvchi degan ma'nosi uchun bor. Ilgirki zamonlardagi o'quvchiga tilmiz ishlatiladi. Va yangi davrda talib ishlatilsa-mu, ilgirki zamonlarda o'quvchiga tilmiz ishlatilgan. Tilmizatun shogird, ayol shogird, tilmizat shogirdlar. Raqmun numur, hatif telefon, havatif telefonlar. Amalun amalun degan ish degan gap, ish, amal ishlar. Shundaqla xizmat degan ma'nosi bor. Amal, xizmat, amal, xizmatlar. Vaqtun vaqt, avqatun vaqtlar. Vazirul xorijiya tashqi ishlar ministri, shahida hozir bo'ldi, guvohlik berdi degan gap. Shahida hozir bo'ldi va qatnashdi, guvohlik berdi. Yashhadu qatnashudi, guvohlik berdi degan gap. Dahika kuldi, yadhaku kuludi. Bunda bo'lsa biz tekstimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thani ashara. 12-ci ders. Bu Hamid bilan Muhammadning o'rtasidagi dialog. Maza taf'alina ya Ahmad? Ahmad Ahmadning onasi degan gap. Bu bir ayoldan bir erning o'rtasidagi dialog. Unda bo'lgan ekan, fe'llarni bir jumlada erlik, bir jumlada ayollik qildi. Diqqat qilinglar. Maza taf'alina ya Ahmad? Ey Ahmad. Maza taf'alin? Nimish qilyapsiz? Qaranglar. Taf'alin qilyapsiz. Ya'ni bu tazhabin barisiz deganga o'xshash. Taf'alin fa'ala yaf'aludan chiqqan. Taf'alin qilyapsiz. Abhathu 'anid dawa'i allazi akhadhtuhu min al-mustashfa ams. Abhathu anka izdadi. Amdi yabhathu izdaydu, abhathu izdawataman degan gap. Abhathu 'anid dawa' amsi. İzdavataman dorini allazi akhaztuhu. Ağan uni akhaza aldı, allazi qanqan. Ağan uni doktorxonadan ams tunugün. Yani tunugün doktorxonadan ağan dorini izdavataman. Hamid. Huwa alal maktabi fi ghurfati. O yatqimda üstel üstüde. Kayf haluka al-yawm? Bugün ahvalınız qandaq? La'allaka al-yawm bi khayr. Balkim bugün qandaqdo? Yaxshido. La'allaka al-yawm ahsana. Bugün ahvalınız yaxshido. Yani bugün siz qandaq umidga yaxshido. Naam, ana al-yawma ahsan walhamdulillah. Shundaq, bugün men yaxshiroq, Allohga shukr. Qaranglar bu yerda ahsan bilan jayyid. Jayyidmi yaxshi degan gap. Ahsan bo'lsa yaxshiroq. Ya'ni bugün ahvalınız yaxshiroq demoqchi bo'lsa, la'allaka al-yawm ahsan, ya'ni ahsan degan gap yaxshiroq. Yani tungi kuni qanday yaxshiroq degan gap. Ana al-yawm ahsan, bugün men yaxshiroq. Valhamdulillah, Allohga shukri. Mata tadhhabina ila al-mustashfa? Doktorxonaga qachon borasiz? Sa'adhabu ba'da sa'atin inshaalloh. Alloh xolisa 1 soatdan keyin boraman. Ma'a man tadhhabin? Ma'a bilan billa. Man kim? Kim bilan billa tadhhabin borasiz? Sa'adhabu mutakallim qilamiz. Adhabu. Boraman ma'a Ahmad. Ahmad bilan. Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilayha amsi? Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilayha amsi? Ta'rifin tunisiz alif mu.
tunamsiz at-tabibatu allati doktorni allati zahabti bağan gan mensu zahabti bağdanızsız allati bağan bağan ileyha ununga tünügün yani tünügün onunğa bağan doktorunu tunumsiz naam a'rifuha şundaq onu tunimen ismuha doktor Suad onun ismi doktor Suad doktora Suad يقولون إنها أحسن طبيبة في المستشفى يقولون يقول din çıkan köpük يقول يقولان يقولون قالنا يقولون deydi ula cezmen o yani o Suad ahsanu tabibatin fil mustashfa doktorlikdagi doktorunun ahsanu yaxshiraqi biz buni o'rganganda oshu musbat yaxshiraqi ya'ni eng yaxshisi deb deydi yaqulun bu yerda inna keldi nima uchun qala degan fe'lning keyin kelganligi uchun maza taf'aluna ya abna'i ballarim nima ish qilyapsizlar naktubul vajibat topshiruq yozyapmiz atafhamuna ad-durusa jayyidan darsni yaxshi tushunyapsizlar tafhamun sizlar hozir xitob qilyapti-da anglovchiga shunday bo'lgandan keyin muxotab tafhamun ya'ni fahima yafhamudan chiqqan tafhamun ya'ni tafhamu tafhamani tafhamun atafhamun ad-durusa jayyidan darslarni yaxshi tushunyapsizlar na'am nafhamuha nafham xuddi nazhab deganga o'xshab tushunamiz ya'ni tushunyapmiz uni yaxshi Allohga shukr أي سورة تحفظون الآن قيس سورة تحفظون يدلوات سلار حاضر تحفظون يدلوات سلار حاضر أما أنا فأحفظ سورة الملك من بولسام سورة ملكني يدلوات من وأما هؤلاء أما أولار فيحفظون سورة القلم sur qalamni yodlayotidi. Ya'ni fa bu hozircha buni on degan ma'nosini bilib tursam bo'ladi. On yahfazun yodlayotidi ular sur qalamni. Qaranglar, mush ikki jumlaning o'zida fe'l mudori'ninki g'oib shakli, muxotab shakli, mutakallim shakli ishlatilgan. Masalan, tahfazun al-an, tahfazun yodlayotsizlar sizlar. Ana masalan fa ahfaz, mana famu on degan gap. Ahfaz yodlayapman mutakallim shundaqo amma haula ular ya'ni ular bo'lg'achqa yahfazun yodlayotdi ular bu g'oyib shakli bu mutakallim buchu muxotab va madha taf'alna antunna ya banati ey qizlarim sizlar nima ish qilyapsizlar nahnu al'an nal'ab biz hozir o'ynayapmiz fi vaqtil amali tal'abna ish vaqtida o'ynamsizlar qaranglar tal'abna xuddi tazhabna degan o'lchamda xuddi yal'abu yal'abani yal'abuna tal'abu tal'abani yal'abna tal'abu tal'abani tal'abuna tal'abina tal'abani tal'abna ya'ni muxotab oyalloh ko'plik shakli mata taqra'na durusa va mata taktubna al-wajibat darslarni qachon o'qiysizlar va topshiriqlarni qachon ishlaysizlar ya'ni yozasizlar qaranglar taqra'na taktubna hammasi tazhabna o'lchimida ya'ni oyalliq muxotab oyalliq ko'plik shakli nahnu qara'na ad-durusa va katabna al-wajibat walhamdulillah biz qara'na o'qidik darslarni va katabna va yozdik topshiriqlarni valhamdulillah Allohga shukr. Dedi qara'na katabna xuddi zahabna degan o'lchamda mutakallim madi fe'li yozdik o'qidik. Ahsantunna ya banati ey qizlarim yaxshi qildinglar sizlar. Hakaza taf'alu at-tilmizatul mujtahidat tirishchan o'quvchilar mushundaq qiladi. Tirishchan o'quvchilar mushundaq qiladi. Taf'al qiladi. Mata tazhabna li ziyarati khalatikunna khal hammanglarni yo'qlash uchun qachon borsizlar tazhabna ata'rifna annaha marida bilamsizlar uning jazman u kasal ya'ni uning kasalligini bilamsizlar na'am na'rifu zalik shundoq
va shuni bilamiz. Na'rifu xuddi nadhabu deganga o'xshash mutakallim ko'plik shakli. Shafahalloh, Alloh uningga shifoliq bersin. Sanadhabu li ziyaratiha hadal masa. Uni ziyorat qilish uchun hadal masa bugun kecha, hada masa bo'lsak, masa kech, hada kelsa bu kech degan gap, ya'ni bugun kech Alloh xolisa uni yo'qlash uchun sanazhab borimiz. Sen istiqbol harfi. Nadhabu mutakallim ko'plik shakli. Ya Ahmad, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makka? Ey Ahmad, ata'rif bilamsiz mata qachon yarji'ul jiran qaytudu qo'shnilar min Makka, Makkadan. Ya'ni ey Ahmad, qo'shnilar Makkadan qachon qaytudu bilamsiz? Qala li Yusuf, dedi manga Yusuf, innana sanarji'u fil usbu'ul qadim. Innana, yani jazman biz oldimizdagi hafta sanarji qana qilamiz? Qaytamiz. Azunnu annahum sayarji'una yawm as-sabt inshaalloh. Azunnu degan gap o'ylayman, gumon qilaman degan gap. Azunnu annahu o'ylayman jazman ular qaytudu ular shanba kuni inshaalloh. Ya'ni Alloh xolsa shanba kuni ularni qaytudu deb qana qilaman? O'ylayman. Xo'sh, bugungi darsimizning teksti intayin muhim. Bugungi topshiriq sizlarga. Bugungi darsning tekstini qat'iy yodlaysizlar. Pishiq o'zingizlar tarjimasini tushunib bo'lgandan keyin pishiq yodlaysizlar. Xo'sh, unda bo'lsa biz ko'nikmalar kelaylik, tamarin ko'nikmalar. Xo'sh, sahih ma yali deydi. Tuandagilarni to'g'rilang deydi. Unda bo'lsa buni tekstga asosan mazmunni qarab to'g'rilaysizlar. Ya'ni mazmuni tekstga ko'ra masmu masamasmu qaranglar. Tabahath Ahmad anil Miftah. Ahmad oshqush izlayotdi deydi. To'g'rimi xato? Xato. Chunki uni izlayotgan, to'g'ri izlayotgan. Buni o'zingizlar to'g'ri bo'lsa to'g'ri belgisini, xato bo'lsa xato belgisini qo'yib ishlasanglar bo'ladi. Bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa ikkinchisi hamda anni fil fa'ila fi kulli min al jumal al atiya. Tuandagi jumlalardagi hammisidagi jumlalardan hammisidagi fa'ilni annif qana qiling, ayollik qiling deydi. Xo'sh, birinchisi qaranglar. Ata'rifu al-lughata al-arabiyyata ya akhi? Ey qarindishim, arab tilini bilamsiz deydi, qaranglar. Xo'sh, biz darsimizning ilgariki mazmunida fi'l modiyni o'rgangan vaqtimizda fa'ilni tushuntirgan. Ya'ni har qanday fi'l nimasi bo'ladi, fa'ili bo'ladi deb tushuntirgan. Masalan, zahaba desak, bu katta desak, buning fa'ili nada? Tigida yushrun degan. Endi yadhabu desak, buning nimasi bo'ladi? Fa'ili bo'ladi. Xo'sh, ata'rifu al-lughata al-arabiyyata ya akhi? Qarindishim, arab tilini bilamsiz deydi. Bilamsiz deydi. Ta'rifu bu fi'lning fa'ili nada desa, tigida yushrun deymiz. Odatda birlik yolg'iz kelgan fi'lning fa'ili oshkor kelmagan vaqtida yushrun bo'ladi. Masalan, ta'rifu. Ya'ni nima taqdiran desak, taqdiran anta. Ya'ni bilamsiz demak, siz bilamsiz demak shundaqo, o'sha siz degan gap nima bo'ladi? Buningki fa'ili bo'ladi. Ya'ni mushu siz degan gapni fa'ilni ayollik o'zgarting deydi. Unda bo'lsa anta nima degizmiz? Antiga. Antiga o'zgartsak, ta'rifu dan do'qyaq. Anti ayollik bo'lganligi uchun ta'rifina, ya'ni bilamsiz deb ayolga o'zgarish kerak. Bu yerdagi cha munadami, biz xitob qilmoqchi bo'lgan munadami, chaqirilg'ichimi, akhi emas, o'sha yerda uxti bo'lishi kerak. Ya'ni ata'rifina al-lughata al-arabiyyata ya ukhti. Qaranglar, ata'rifina al-lughata al-arabiyyata ya ukhti. Ikkinchi qaranglar, maza ta'kulu ya Muhammad? Ey Muhammad, nima yeyatsiz deydi. Qaranglar, ta'kuluning fa'ili nima desa, yeyish degan bu shaklda kim qilyotdi? Siz. Ta'kulu bunun tegedinim ba yushrun. Siz degan gap. Maza ta'kulu yam. O siz kimga qaytdi? Muhammadga qaytdi. Muhammad demakchi. Unda bo'lsa biz Muhammadni nimaga o'zgartiramiz? Ayollikqa. Ya Maryam desak masalan, maza ta'kulu ya Maryamdan do'q yo'q. Nimishqa ayollik bo'lgan ekan ta'kulumu maza ta'kulina xuddi tadhhabina degan ayollik shaklda kirish kerak. Maza tadhhabina ya Amina yoki ya Maryam deganga o'xshash. Üçüncüsü, ayna tajlisu fil fasli ya Ahmad? Ey Ahmad, sinfda qayerda o'tirasiz deydi. Xitobni kim qilyapmiz? Ahmadga. Unda Ahmad ayollik o'zgartsak, Aminaga o'zgartib baqali.
Ayna tajlisina xuddi tadhabina deganga o'xshash xitob qilinguvchi ikkinchi shaxs tajlisina fil fasli ya Ahmad ya Amina Amina sinfda qayda o'tiryapsiz deganga o'xshash. Bu topshiriq nihoyatda muhim. Bu sizlarga qolib qoldi. Buni bo'shini to'ldirib ishlaysizlar. Üçüncüsü ennifil fa'ile fi kullin minel cümelil atiye. Tüvendeki cümlelardaki hemmisideki fa'ilini ayollik o'zgarting deydi. Xo'sh, endi qaranglar. Ya'ni demakchi bo'lganim yerda. Bunun fa'ilini qanday chiqaramiz, qanday topamiz, buni keyingi darsimizda so'zlaymiz. Sizlarga tushunish bo'lish uchun fe'illarni shu xil holatda turib ayolligini keltiring demakchi. Ya'ni ko'plik bo'lsa, ko'plik holatdagi ayolligini, bizga bu yerda erlikini berdi. Shuning ayolligini keltiring demakchi. Qaranglar. Ayna tezhabuna ya ahavat? Ey qarindoshlarim, nega borsizlar deydi. Demak, ey o'g'il ixvan, o'g'il qarindoshlar. Tezhabun erlik shakldagi fe'l. Endi ma jumlani ayollik o'zgarting deydi. Qanday o'zgartimiz? Tezhabunaning ko'plik erlik shakli. Endi buning udulistiki ayollik ko'plik shakli. Muxotabningki ayollik ko'plik shakli qanday chiqadi? Tezhabna. Unda o'sini deymiz, ayna tezhabna ya ahavat? O'chada ixvan desak bo'lmaydi. Ahavat ey qiz qarindoshlar, qaranglar. Ayna tezhabna ya ahavat deganga o'xshash. Ikkinchisi ayna taskununa ya rijal? Qaranglar. Ey odam kishilar, nerda turyapsizlar deydi. Unda bo'lsa, biz ayna taskununa ya rijalni ya nisa qo'zg'atsak bo'ladi. Ey ayollar, nerda turyapsizlar demoqchi bo'lsak, ayna sakani taskunna ya nisa. Yaskunu mesela. Yaskunu, yaskunani, yaskununa. Teskunu, teskunani, yaskunna. Teskunu, teskunani, teskununa. Teskunina, teskunani, teskunna. Deganga o'xshash. Ayna teskunna desak bo'ladi. Shunisi al-qahvata tashrabuna am-shay ya ikhwan? Ey qarindoshlar, choy ichamsizlar, qahva ichamsizlar yoki choymi deydi. Endi ey qiz qarindoshlar, choy ichamsizlar yoki qahva demoqchi deymiz. Al qahvada qan istifhom bor. Alif bilan istifhom birga kelib qolsa qanday qilamiz? Birini matga o'zgartiramiz. Ya'ni al qahvata tashrabuna damdoq yo'q. Al qahvata tashrabna amshayya akhawat. Xo'sh, demak jumlani ayollik o'zgartirsizlar. Xo'sh, qolgani sizlarga topshiriq qilib qoldi. To'rtinchisi havvilil mubtada fi kulli min al-jumalil atiya ila jam'. Tuvandagi jumlalardan hammasidagi mubtadani ko'plikka aylantiring deydi. Xo'sh, endi mubtadani biz qanday farq etamiz deganda, birinchidan mubtadaning alomati jumlaning beshida keladi. Ikkinchidan aniq ism bo'ladi. Aniq ism bo'ladi. Birinchisi qarab baqalaylik, mubtadani ko'plikka aylantiramiz. Mubtadani ko'plikka aylantiramiz ekan, uningki keyindan keladigan fe'l yoki xabar bo'lib kelgan fe'lni nima o'zgaradi? Ko'plikka o'zgaradi. Qaranglar. Ana afhamu darsa jayyidan. Men darsni yaxshi tushunaman deydi. Jumla mubtadasi qayerda? Ana, chunki men jumlaning nimasi u? Egasi. Xo'sh, endi mushu anani ko'plikka nima aylantiramiz? Nahnu. Nahnu afhamu damdoq yo'q, chunki nahnu ko'plik bo'lgan ekan, buni mos holatda afhamu qanday kelish kerak? Ko'plik kelish kerak. Nima bo'ladi? Nahnu nafhamu darsa jayyidan. Qarang, nahnu nafhamu darsa jayyidan. Ikkinchisi qaranglar. Ana la azhabu ila suq kulli yawm. Men har kuni bozorga bormayman deydi. Mubtada qaysi? Ana. Anani nima o'zgartiramiz? Ko'plikka. Nima bo'ladi? Nahnu. Unda bo'lsa, biz har kuni bozorga bormaymiz demoqchi bo'lsak, nahnu la nazhabu ila suq kulli yawm. Bumi nazhabu o'zgaradi. Uchinchisi, ana ashkuruka ya ustaz deydi. Ey ustoz, men sizga rahmat aytaman. Unda bo'lsa, anani ko'plikka aylantiramiz. Nima bo'ladi? Nahnu. Nahnu ashkuruka bo'lamdi? Yo'q. Nima bo'ladi? Nahnu nashkuruka ya ustaz. Ey ustoz, biz sizga qanday qilamiz? Rahmat aytamiz. Xo'sh, qolganini o'zingizga topshiriq qilib qoldi. 5-inchisi amama kulli jumlatin sighatan lil fi'l ikhtar as-sighata as-sahiha wa akmil biha al-jumla. Hamma jumlaning oldida fe'lning ikki siyg'asi bor, ikki qurilmasi bor. To'g'ri qurilmani tanlab, uning bilan biha, uning bilan akmil to'liqlan jumlani deydi. Bizga bo'sh o'rin berdi. Mushu bo'sh o'ringa mos keladigan fe'lning birisi bor. Bu ikki fe'lning ichida birisi bor. Shuni tepib bu yerga qo'yamiz. Masalan, fi ayyi sanatin ya fatat dedi.
qiz, qancha yillik ta deydi. O'qiysiz degan gapniki ikki xil qurilmasini berdi. Fi ayyi sanatin tadrusu demdiq yoki tadrusina demdiq. Tadrusina deymiz. Nimishqa fatatning bo'lganligi uchun, qiz bola bo'lganligi uchun ayollikninki fe'li qanaqa qilish kerak, kelish kerak. Bu sizlarga butunlarga topshiriqqa topshiriq. Oltinchisi ta'ammalil amsilatal atiya. Tuandagi misollarni muloyiza qiling deydi. Biz buni darsning 5'i tushuntirib bo'lgan, ya'ni inna jumlaning 5'ida kelsa inna deb zir holatda keladi, jumlaning o'ttirisi kelib qolsa anni keladi, lekin qala degan fe'ldan keyin kelib qolsa nima bo'ladi? Inni bo'ladi deb biz buni darsning 5'ida tushuntirib bo'lgan. Ya'ni fi avvalil jumla, jumlaning 5'ida inna. Ba'da qaladan keyin inna. Ba'da af'al al-ukhra, boshqa fe'llardan keyin kelib qolsa anna. Iqra'il jumal al-atiya ma'a dabti hamzati inna deydi. Endi inning hamzasini bekitish bilan birga tuandagi jumlani o'qing deydi. Xo'sh. Bayatdan qoidani tushungan bo'lsanglar, annamu innamu shuni farq qilib tuandagi jumlaning hammasiga annisga alifga zir qo'yib chiqsizlar. Masalan, azunnu innahu damduq annahu damduq. Annahu deymiz. Chunki jumlaning 5'ida kelmadi, ya uning oldida qol degan bir fe'l kelmadi. Unda bo'lgan ekan azunnu annahu talibun jadid. Uni yangi o'quvchi deb qana qilaman, o'ylayman. Qala al-mudarrisu inna at-talibal jadida mujtahidun jiddan. Dedi o'qituvchi, yangi o'quvchi nihoyat nima, tirishchan deb qana qildi dedi. Unda bo'lsa, annadan do'q, yo'q, chunki qali degan fe'l qana qildi 45'ida keldi. Qolganni o'zing anglashlayman. Bu sizlarga topshiriq. Xo'sh, 7-si hadihi asma'u ayyamul usbu'. Bu haftaning kunlarining ismi. Unda bo'lsa, bu haftaning kunlarining ismini sizlarga to'liq yodlaysizlar. Bu bundan keyingi darsimizda nayt ko'p uchraydi. Masalan, yawmus sabti, shanba kuni, yawmul ahad, yakshanba kuni, yawmul ithnain, dushanba kuni, yawmul thulutha, seshanba kuni, yawmul arbi'a, chorshanba kuni, yawmul khamis, payshanba kuni, yawmul jumu'a, juma kuni. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.